Saadet ve xuşallık bağışlaştın kilit. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Medine'de Mekke'den hicret kılıp bargan Müslümanlarını kabul kılgan ensarlarını mediyelep mandaktaydı. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ulardan ilgiri, yani muhacirler Medine'ye berişten burun Medine'ni hazırlap ularni qabul qilgan, ularga joy bergan kishilar o'zlariga hijrat qilib kelganlarni yaxshi ko'rdi va ularning erishgan yaxshiliklarga ko'nglida qilcha hasad yoki bearomlik his qilmaydi. O'zlari shunchalik ehtiyojli turuqliq ularga berdi. Kimki öz nefsinin bexilliqidan saqlansa, bundaq kişiler çoqum g'alaba qiladi. Çoqum murodiga yetadi. Yani dünya ve ahirette nijetlikka erishidi deydi. Dünyada felasoflar ve alimlar nurg'un narsada ixtiloflashgan. Hatta Allah Teala'nın barlığı hakkında ixtiloflashgan. Çünkü bazısı Allah Teala'nın var deydi, bazısı yok deydi. Ama birla narsada hammasi birlikka kelgan. G'arbning ve sharqning felasoflari ve dünya alimlari bir narsada ittifoqlashgan. U bo'lsa-mu saadet ve xushallik beg'ishlashda, ya'ni berishda degan so'zda. Bir bay varken, o nayeti çoğun bayken, hiç qanday narsadan xushallik his qilmaydi ekan. Daim ko'ngli yerim, ko'ngli bearam, g'amkin shunday yashaydi ekanda. Bu haram ko'rib haj qilib baqitgan, necha qatim umr qilib baqitgan, kishilarga zakot, sadaqa taqitdi ekan. Yaxshi ishlarning nurg'unisini qildi ekan, xushallik izlab sayohat qildi ekan, hammani qildi ekan, lekin ko'ngli xush bo'lmaydi ekan. Bir kuni uning do'stlaridan biri, "Do'stim, sen bek bearam yashayotsa, g'amgin yashayotsa, hech qanday narsada xushal bo'lmayotsa, mushu yetim yesirlarni baqadigan bir yer ekan, aşağı berib, aşı balllarga kerakli narsani apirib berib, ayda bir qilsak, ballarning yuzidagi kulkini ko'rsang, bir xushallab qolasizmi ya degan. Mayli shunday qilaylik deyotgan. Ma'qulda ularga yemak, ichmak, kiyim-kechak, daftar, qalam, o'yinchoq degandek balla hojat bo'lgan narsalarning hammani ilib bordi ekanda. Berib uni taqitdi ekan, balla shunda xushal bo'ldi ekan. Lekin bu odam ancha xushallik his qilmaydi ekan. Endi qaytay deb turganda 7-8 yaşdaki baldım birisi bayının aldığı kelib chiroyiga qarab turib oldi ekan. Yani mangay deb tursa aldığı kelib turib oldi ekan. Chiroyiga qarab turdi. Balam, bir ihtiyacın bormi? Manga deydigan bir gaping bormi? Degandan ya bütün ihtiyacımızı siz ekib berdingiz. Ben sizga qarab turishim, qiyomat kuni Allah Teala'nın yenida sizni bizga mushu kishi shunday yaxshilik qilgan deb guvohlik berish uchun yuzingizni tunib olaydi deydi. Shu chog'da bu odam buluqlab yig'lab ketadi, shuncha xushallab ketadi, xushallik yig'i hamda xushallikni yig'lab ketadi. Shundan deydiki, bütün boyligimni mushu bir lahzalik xushallik, mushu saodat uchun berishga men hozir deydi. 2020 yılları İstanbul'da korona vaqtida bütün aşxallar itilib ketilib hamda shundan keyin hamda aşxallar echilishga boshlagan vaqtida bir dönerchi bor ekan,
Üsküdar tarafta. Dünərçi dükkanını içip kılgandan keyin bek adamlar kelip ketip doğan, elip doğan, yanıda uzun zaman yiyip bilip ketip bir içilgandan keyin kişiler şunda dünərini yeyişini aytıp sığınıp ketken. Şu aralıkta bir bala keldi ekan. Qo'lida kichik tangi pullar bilan. Dünər qancha bor deb so'raydi ekan. Dünər 20 lira dedi ekan. Yerimi qancha bor? Yerimi 10 lira. Yerimning yerimi qancha bor desa 5 lira dedi ekan. Men aş yerimni bersangiz deb qo'ldagi 5 lira chiqichlik az pul ekan. Shunda deb tanlagandan keyin adam bolam ayada o'ltag'in men hozir akib berayli deb adamlarga buyurib bütün dönerden birini buyurup, üzügümü birini buyurup, oturup yedi ekan-da. Bu balning yeginga qarab endi nadi bek qusqi ichib ketibdikan, hem nadi bek seg'inibdikan dönerini ma. Shundoq zo'q bilan yeginga qarab, men aşı dünyadagi eng yaxshi bir filmni, bir kino ko'rgandimmi bek huzurlanib ketdim. Shunchalik bek xo'shallab ketdim deydi adam. Üzü hikoya qilib. Bala dönerini yap bo'lgandan keyin yana bir ayran akildi ekan. Bala bunun pulum yetmeydi degan. Xotirjam bo'lgan ichgan. Dönerini ayransız içse qanday oldu? Dönerini ayran içmey yese qanday oldu? Qamlashmaydi bu. İçkin məmi içimen deb oturup birga içdi ekan. İçib bulab balının ahvolini so'rayotgan. Degandan dadam yo'q, anam aşın tazliq işçisi işleydi, keladi. Biz şu qarshi tarafda o'tirimiz. 1-2 oy oldu biz ko'chib kelgan. Degandan qarasa balının putida oyog'i putlari barmoqlari chiqib qolgan. Shunchalik ko'n hamda oyog'i. Bala onu adamdan yushirish uchun putlarini yo'gashga tirishib o'tirdi ekan. Shuni adam ko'rib qolgan baribir. Shuni bilan qo'shiqni to'yg'izib bo'lib, men kelganimda deb dükkanga berib, yeni ayaqdan birini ko'gizib, uning men sening uyingning adresini deb bergan. Men sening uyingni ziyorat qilmoqchi dedigan. Ma'qul deb adresini deb bergan. Shuning soatini deshib, kechda kelsa, eshikni o balning onasi ochitgan. Biz sizning o'g'lingiz bilan tanishib qolgandik, sizni ziyorat qilg'ili keldik deb bir do'sti bilan kelgan bu dönerchi. Kiringlar deb eshikni ochganga qarasa, bir egizlik uy, u o'ltiradigan narsimi yo'q, birdan bir palas sep qo'yaqliq, shundoq bak yana adam o'ltirdim ishad yetib qopadi desa ishonmagichlik darajada shunda kambag'al ekan hamda. Ahvolni so'rab qolgandan keyin biz bu yangidan ko'chib kelgandik, hamda mishad bir pul topamiz beki deb İstanbulga kelib, mishad men tozliq qilib kishilarningki uylarini tozalab berib, endi pul topaman. Balam maktabda o'qiydi, 2 balam bor deb qilgandan keyin Bayşadın dönerchi talaga chiqib telefon qilib do'stlarga ahvol shundoq ekan. Ma uyni darhol bugun shu kerakli narsalarni elib bunday qilishimiz kerak deganda u uyda gazmi yo'q ekan. Hechimi yo'q ekan hamda. Shuni bilan darhol shu kecha shu uyni to'shqizitgan yana. O mebellarni oladi ekan, gaz akildi ekan, televizordan tortib hammani akildi ekan, akilib shundan keyin endi agar siz xohlasangiz bolangiz maktabdan qaytgandan keyin mening qishimda ishlasa, ish o'rgansa degan ma'qul bo'ldi deydigan. Shuning bilan bu bola ashada ishlaydi ekan. Ishlab bu xo'jayinning shundoq bak taqdirga erishdi ekanki, naydi tirishchan, shundoq samimiyatlik, shundoq rostchil, ayna bir bola ekanda. Shunga o odam deydi, men hozir bir 2-3 yil oldi mush bolamda ishlayotimiz. Keyin bu bolani uzamga o'rtoq qilib, shuni shirik qilib qo'shmoqchi deb. Ashunda deb hikoya qilib birdi. Anda Saudiya Arabistonda Fahdil Auda degan bir olim bor. Hozir turmaga kirib ketdi, turmada odam. Bu adam Saudiya Arabistondagi tanilgan mutafakkir olimlardan da naytibek mashhur adam. U adamninki bir televizorda bir suhbatidagi bir gap bor. U deydi, mening dadam
anısı dadısından 7 yaşda qeptiken, anısı dadısı ülep qilib, başka bir tuqqunmu yo'qkan, şunu bir tuqqanlari, tağıları yani, şunu beqib olgankan, beqib olgandan keyin o tağıları yana bir adamlarga buni berib etganmi yo setib etganmi endi berib etibdi deydi. O adamlar bu balni kechki qo'yib vaqt turtgan. Her gün beradigan narsasi bir siqim chekatga beradigan. Bu chekatkini yeydi bu arablar. Hozir men aytganlar bor, burun bak yeydi ekan buni. Bir siqim chekatga beradigan, shu bir siqim chekatga yeydigan 1-2 yilgacha bir go'shtning didorini ko'rib boqmaydi ekan deydi. Yeydig'ini chekatga, yeydig'ini non, ashunda o'tadi ekan. Bir kuni bu o'ylab, o 7 yoshdan hamda 10 yoshga kirdi ekan bu. Bir kuni shuni o'ylab, men mushu hayotdan qutulishim kerak. Men mushunda o'tib ketamda mening umrim deb o'ylab qanday qilishim kerak deb eng oxir qechishim kerak deb bir kuni shu rasmiy kuchga kelib, belini bog'lab, yugurib qochdi ekan. Qechib bu cho'lamda shu bir yezidan yana boshqa bir yeziga shu qochmoqchi. Qochdi ekan, yugurdi ekan, yugurib bir cho'llarni kezib yerdan o'tib mag'dur chiqitib yiqilg'ili qopgan chaqda yana bir yezining kirishidagi yana ashunda bir qo'yib yoqadigan bir odamlarniki shu ishkoyasi kelib qoldi. Hani bo'lsa bir uy ko'rdim deb hikoyaga kelishiga bu bola qattiq qusiq ichib ketgan va qattiq mag'dursizlanib ketganiga aylanib ketgan. Shahardan chiqib bir ayol o balni akirgan uyga akirib, uni bola o'g'ansa oldida shu pishirilgan go'sht bir taxsida, bir liganda chin go'sht. Balam qopqan yeginman deydigan. Bu umammo tushunma deb go'shtning hammani yeb bo'libdiman deydi. Go'shtni yeb shunda xo'shilib ketdimki, hayotimda bunda birinchi qitim bunda xo'shal bo'lishim deydi. Shundan keyin bu balni kichkina yanchiqqa pul sep qo'yib, bir shaharga yo'lga sep qo'yamdi, shunda qildi ekan hamda. Shuni dadasi mushu Fahdil Avdiga, Salmonul Fahdi odamdi u. Dadasi Fahdi degan adam. O'sha adam deb birikanda bu Salman Fahdil Avdiga. Shunga Fahdil Avdi deydi shu televizion programmasida, men dadamning shu qissasini anglagandan boshlab her yıl qurbonlik qilsam, 2 qurbonlik qilaman. Birini o'zimizga, birini shu ayolga. Dadamga go'sht bergan, dadamga yaxshilik qilgan shu ayolga men necha 20-30 yillab ketdi. Her yili qurbonlik qilganda 2 qurbonlik qilaman. Birini shu ayolga atayman deydi. Demak, endi mehr, muhabbat degan mushundaq narsada. Mushu Amerikaningki qish kunlarida bir bola tatliq turumlarni sotdi deganda taloqqa chiqib. Ba'zi mundaq binolarga kirib, imoratlarga kirib, har bir uylarni chekib, ishni qirqib ashlardan so'rab oldiganlar bormi deb, ashunda elib, setib, shuning bilan o'zining maktabning rasxutini qildi ekan. U bola yetim bola ekan, bir dona onasi bor ekan, bir ona bola ekan hamda ular. Az tili binasi topadi ekan shu har kuni tatliq turumni maktabdan kelgandan keyin ko'chalarga chiqib setib. Bir kuni ayda qattiq sovuq kunda hech kim eshikni ochmaydi ekan uning. Ko'chalardami bekinma binasi olmaydi ekan, sotolmaydi ekanda. Eshikni qaqab ba'zi eshiklarda kishilar eshikni ochib, "Olmaymiz balam" deb qo'ygan. Ba'zisi "Ket, kerak emas" deb qo'ygan. Ba'zi eshikni ochmaydi ekan, ashunda har xil insonlarning muomalasi. Ya'ni bir eshikni qiqib turib, ashada mag'dursizlikdan yiqiladi ekan bu bola. Yiqilgandan keyin eshikni bir ayol eshikni ochsa, bu bola shu eshikning oldida yiqilgan, qo'lda tatliq turumlarni ko'tarib olgan. Akirib uni shu sapoga yotqizib, issiq uyda bidam yotqizgandan keyin hushiga kelgan. Hushiga kelgandan keyin bolaga birinchi ulab bir stikan ayron akirib ichkizganda, ayronni elib kelgan ayolning chirog'i shunda qarasa, o'zining onasiga o'xshab ketgan.
o'zining onasiga o'qishtirib soldi ekanda, ana deb soldi ekan. Hemen sening onang emas, balam, ama ana desang bo'laverdi deyotgan. O çünkü ben o'ng tarafida bir mang bor ekan, shu mangga qarabla onasiga o'qishtirib qoldi ekanda, bu chala uyquda. Ayranni ichib, abidam tamoq yeydi ekan, undan keyin chiqadigan chaqda bola. Endi men chiqtay, meniki qanchalik to'layman, qanchalik qarzdorman degandikin ayol. Balam chiqdi degan, mehr muhabbatning bahosi yo'q deydigan. Yani mehr muhabbatning bahosi yo'q deydigan. Deganki bu bolaning kallasiga o'sha gap o'nab qoldi ekanda. Bir qancha 20-30 yildan keyin u o'qib ayda cho'ng doktor bo'ldi ekan. Haliqa ichki kasalliklarni operatsiya qildigan operatsiya doktor bo'ldi ekanda. O yo'g'on doktorxonasi ekan, cho'ng doktorxonasi bo'ldi ekan uniki, mashhur hozirma. Shundan bir kuni nayda jiddiy qutqizish kerak bir ayolni akildi ekan. Jiddiy qutqizish kerak degandan endi bu odam o'zi shu chaq boshqa chaqda doktorlik qaraydi ekan, shu chaqda endi o'ziga bir urilib ketdi, o'zi qaraydi ekan. Qarasa shu o'ng tarafida mangva. Bunda o'ylab ben bu shunda mangva bir ayolni ko'rgandim deb o'ylab, ha shu kichigindagi shu ayol bo'lib qolmasa yana deb ayolni akirib davolaydigan, davolash jarayonida onun bütün arxivlarini, adresini, binasini tekshirsa, aşı mahallada o'tirgan aşı ayol ekanligini bu bilib qoldi ekan. Bilib qolib uning chan domay 1-2 oy davolaydigan uni. Davolab bütün aşı kasalliklari qamig'icha davolab sog'lom bo'lgan chaqda endi chiqadigan kuni bu ayol bir tarafdan g'am qildi ekan. Men texi sigortammi yo'qdi. Endi bu shaxsiy doktorxona qanchalik pul chiqqanda, men qanday buni to'lab bo'laman deb bir tarafdan g'am qilib o'tirsa, bir konvert kirdi ekanda, konvert avatgan odam shu ayolga. Konvertni ichib endi buningda fatura kelgan bo'lish mumkin, shuniki nimasi. Haliqa ma'vo talon endi nimaniki. Doktorxonaga to'layotgan pullarning nimasi keldi deb asta ehtiyot bilan ochsa, sizniki doktorxona chiqimlaringiz to'linib bo'ldi degan bir jumla so'zgan. Boshqa gap yo'q. Yo'g'on bir oq qog'ozda doktorxona chiqimlaringiz to'linib bo'ldi, chiqib ketsangiz bo'ldi degan. Hayron qilib o'ltirsa, doktorning o'zi kirdi ekan. Kirib assalomu alaykum deb kirgandan keyin ayol naydi xo'shalliqdan bu qanday to'linib bo'ldi degandan keyin adam doktor deyotgan mehr muhabbatning bahosi yo'q degan ayol turib qoldi ekan. O ayol o'zi degan gap, ama ayol unutib qoladi o gapni. Shuni mehr muhabbatning bahosi yo'q deb qayta desa, ayol yana turib qoldi ekan, tushunmadim degan ekan. Esingizda bormi? Men kichik vaqtimda menga bir istakan ayron bergandingiz. Meni issiq uyda yotqizib, andin yo'lga solib qo'ygandingiz. Shu chaqda siz degandingiz bu gapni, mehr muhabbatning bahosi yo'q degandingiz. Deydigan shuni chiqarib qo'ygan. Ya'ni mehr muhabbatning haqiqatan bahosi yo'q endi. Pulga setib olib bo'lmaydi endi uni. Yana bir doktor, Turkiyadagi mashhur doktorlardan birisi o'zining kichik vaqtidagi hayoti to'g'risida deydi. Bir kuni shu İstanbul'un ko'chalarida ketib borsam, bir adam, bir Türk adam, yaşlanıp qolgan adam ekan, menga mangadi, iya qaraydi, buya qaraydi da o'ylab, bu adamning bir ehtiyoji bor o'xshaydi, yo yo'l so'rayapamdi deb, "Tag'a, sizningki bir ehtiyojingiz bormi, nima bo'ldi?" degandan keyin, "Bolam shu telefon sözleştiğin telefon kabineti kerakdi. Men Germaniyada qizimga telefon qilishim kerakdi." deydigan. "Tag'a bu yerda yo'q, boshqa ko'chada bor. Men sizni apiray deb apirtgan." Apagandan keyin o adam ayda bir siqim jeton oldi deydi. O chaqda shu jeton bilan ko'chada telefon qutgan ekan, 30-40 yilning oldida ekan. Shuning bilan jetondan jiq oldi, elib qiziga deytgan gapi, "Balam bugun aeroplan mangmaydigan bo'lib qopti. Men ati bortgan bo'ldim, ati uchitgan bo'ldim. Meni kutmanglar bugun" degan gapkan.
deb bilib shundan keyin balni "Meka choy ichaylik" deb bir oshxonaga kirib, birga tomoq yetgan. Tomoq yeb bo'lgandan keyin o balaga "Sen nima ish qilgan bola" degan men bunda o'qiyman. Andin deb oila ahvolini deb bergan. Oila ahvolini qanday deganga biz 9 bola, anam dadam bilan 11 biz. Dadam ayda ishlaydi. Ama şu ahvolimiz bu shunday deyotgan. Hamda o'zining ahvolini deb bola bu gapning hammani o odamga bunday demadim, holimni aytganda. Ama mening ahvolim shu chaqda biz 11 kishidik. Ana dadam nayt aşı az maaşqa ishlaydi. Biz aşı uyning oldidagi baqqal, do'kon ashning doim qarzdordik deydi. Har 6 oylik, 1 yillik qarzimiz bo'lib ketdi deydi. Hamda Turkiyada bunda puli yo'q odamlar yozdirib qolib daftarga binasi oladi, an keyin pul topgan chaqda bir vatitganda ishli bor. Hatto 1 yillik, 6 oylik, bir qancha oylik ayda bo'lib qoldi-da. Shuni biz ashunda qilatdik. Dadam ish qilib bir qarzni to'laydi. Uningki yana bir qarzi menidi, yana bir qarz to'laydi. Mushundoq yashaydik, turmushimiz nachardi deydi. Shundan adam balam sen abdan o'qigan, yaxshi o'qigan deb 40 lira pul berdi. Bu 40 lira degan hamda bu 30-40 yil burun hamda dollardan qimmat hamda o 40 lira pul hamda. O deydi bizningki butun bir oylik ashu uyimizning chiqimiga 10 lira ketadi deydi. 10 lira bilan butun oila 11 odam yashaydik deydi. Bu odam 40 lira beryapti. Ajoyib bo'lamdi. Yo bu tog'a bu bakchiq beryaptingiz. Bu menga bu bakchiq bu degandan balam men boyman, chiq mening pulim, xotirjam bo'l, yanjog'ingga sol. Xayligan, oilangga apag'in, nima qilgin deb ketdi shuni dedi. Ketib adresini qo'yib ketdi dedi. Germaniyaning adresi va telefonni. Qanday chaqda seninki bir qiyinchilik tatib qolsang, menga telefon qilgin, men senga yordam qilman. Ya'ni menda pul jiq deb qo'yganda, maqlab shuni bilan bu bola bu 40 junay bilan endi o bir qancha oy bizning nimamizga yetdi deydi. Shunda rohatlanib ketdik deydi. Shuni bilan men shu pulning kuchi bilan endi jiqni ishlamay shu o'qishga bak berilib universitetni Qozon universitetiga kirdim deydi. Universitetga kirgan chaqda hamda menga pul kerak bo'ldi. Shuna shu odam esimga kelib 5-6 yildan keyin keshamdi. Odamga telefon qildim deydi. Telefon qilib men bunda universitetiga kirdim. Mening bir ehtiyojim bo'lib qoldi degandan keyin odam xotirjam bo'lgan, seni tabriklayman, universitetiga o'tabsan. Bo'ldi, men senga pul berataman dedi. Bir haftadan keyin pochtaxonadan chaqiribdi buni. Sizning binasangni bor, fasolkangni bor deb. Pochtaxonaga borsa, nadijiq miqdorda pul kelibdi-da. Hayron qoldi bu. Mushu pul 4 yillik universitetimga butun yetdi deydi. Oilamning ishlari, mushu universitetning chiqimlari hammasiga yetdi deydi. Shundan keyin bu odam har yili odamga bir bunda xat yozib nima qilib qo'yatdim deydi. Rahmat aytib xat yozib qo'yatdim. O odam menga abdan o'qigan bolam deb ayda xat yozib turadi deydi. O keyin bu xat uzilib qoldi. Xat uzilib qoldi. 5 qatim telefon qilsam, telefon chiqmadi. Shundan keyin men unutib qoldim. Zaman o'tib, 20-30 yil o'tib ketdi uni deydi. O'tib ketdi. Shuni bilan bir kuni bu bir tarafdan da'vatchi, leksiya so'zlaydigan odam, bir tarafdan shu professor bilan olgandi, mashhur odam bilan olgan Turkiyada. Shundan keyin bir yerda o'ltirishib ketdik. Germaniyadan kelgan turk mehmonlar bilan qoldi shada. Shu mehmonlarga shu odam ism kelib qoldi. Germaniyada bir odam bordi, men shunday yaxshilik qilgandi. Shu odamni faqat topolmadim degan. Sizda u odamning telefoni, adresi bormi degan. Telefonimi bor, adresimi bor. Adresiga xat yozdim, javob kelmadi. Bir qancha yil kelmagandi. Uni men unutib qoldim. Telefon qilsam telefonimni elinmagan. Shuni bilan men unutib qoldim. Hozir sizlarni ko'rib Germaniya ism kelib, shu odam ism kelib qoldi degan. Ya topalaymiz, ana adresi bo'lgandan keyin deb ular sizga tepirimiz bir qancha ichida deb tepirgan. Qizining telefon nomerini tepirgan.
surishti qilib Germaniyadan ashadamning qizining nomerini deb bergan. Shuning bilan shu nomerga telefon qilsa, shu odamning qizi chiqib ekan. Men palonini izlaydim deganligin o paloni bir qancha yil burun vafot ketdi. Men ashuning qizi, nima ishingiz bordi deganligin. Men shunda İstanbulda uchrashib qolgan. Bana shu chaqda nayt jiq bir pul bergan, oilamni qiyinchilikni qutqizgan, keyin universitetiga chiqqandan men jiq miqdorda bir pul beribdi. Shuning bilan men o'qib, doktor bo'lib, professor bo'lib keldim. Mushu sizning dadangizga qarzdorman. Mushunday yaxshilik qilgandi menga deb o'zi buluqlab yig'lab ketgan. O'lib ketganda xabarim bo'lmay qolibdi deb yig'lab ketgandan u qiz bo'lmay yig'lab ketgan. Endi siz nimaga yig'laysiz degandan ay mening yig'lishim biz degan mushunday hukumatning mundaqalıqı yardım bilan yashayotgan nat kambag'al yashaymiz biz. Dadamma shu davlatning yardım bilan yashaydi. Dadamning anda pulimi yo'qdi, anda ishimi yo'qdi. Sizga pulni nereden deb bergan tular. Mushunda qiyinchilikda tursaqmi sizga pul tepib beradi degan dadam. Dadam haqiqatan bakni o'chadamkan deb yig'lab ketgan. Shuningdek bu professor her namazımda mushu adamga duo qiladi. O zaten shu üniversite hayatımdan tatip o adam hamisha duo qilardim. Keyin meni anglab bu adamning haqiqatan yani üzde yo'q bo'lsa-mu men boy pulim jiq mening xotirjam bo'l deb menga pullarni avatib pul berib mushunda qilib mushunda qilganga bu adamning haqiqatan ulug' katta adam ekanligini bilib uning har namozimda bu adamga duo qilgan bo'ldim. Hozirmi ota-onamga duo qilish bilan birga adamga birga duo qilaman deydi. Yani bu yaxshilikniki mushunchalik yani mushunchalik foydasi bor. Bu duo tirik dunyoga to'ymaydi, o'lak duoga to'ymaydi deydi ya. Bu duoga shunchalik muhtoj hamda o'lab ketganlarcha hamda. Endi o'lab ketgan odamningki aqisdan mushunda bir duo qilib turgan, o'zining bolalaridan boshqa yot bir kishilarning duo qilib turgan bir kishining bo'lganligi degan u odam uchun nihoyat baxt, saodat, huzur, halovat, baxt cho'ng qutuq hamda. Bu har qanday odamga nasib bo'lmaydi. Shu qalbida mehr, shafqat bor adamlarga nasib bo'ladi. Endi yordam qilish, xayr saxovat qilish, yaxshilik qilish degan baylarning qiladigan ish emas u. Baylar o'zininki puliga loyiq qiladi, katta qiladi shunday. Boy emas, odatdagi odamlarni qilay desa qila oladi imkoniyati bor. Odat eng kambag'al odamni boshqalarga yaxshilik qila oladi. Qilay desa boshqalarga yordam qila oladi. Qilay degan narsa sening ko'nglingda bo'lsa, Alloh taolo sening yo'lini sana uni urlashtirib turdi. Agar sen dunyoning boyligiga ega bo'lgan milliarder bo'lib ketsangmi, sening ko'nglingda yordam qilish, mehr shafqat qilish, boshqalarni beshinchi silash, yetimlarni xabar tepish, bunda arzu tilak ya mushunda bir niyat senda bo'lmasa, har qanchalik imkoniyating bo'lsa, Alloh sana nasib qilmaydi. Nasib qilmaydi, qildirmaydi. Shunga bizning niyatimiz durust bo'lib, qalbimiz yumshoq bo'lib, mehr shafqatlik bo'lsak, har qanday qilmaydi. Mayli musulmon bo'lsin, mayli kofir bo'lsin, mayli jonliq bo'lsin, hammaga mehr shafqatlik bo'lsak, bu bizning dinimizning g'oyasini amalga oshirgan bo'lamizda. Rahim shafqat dini bizning dinimiz. Alloh hammamizni yaxshiliklardan qat'iy mahrum qilmasin. Amin.